Qaysi kasb egalaridan biznesmen chiqish ehtimoli yuqoriroq? Moliyachilardan. Ehtimoli yuqori, chunki ular raqamlarni tushunishadi, rentabillikni bilishadi va foyda zararni tushunishadi. Dasturchilardan. Ehtimoli yuqori, sababi texnologik kompaniyalarning 60% dan oshiq tashkilotchilari IT dan chiqqan spesialistlar bo'ladi. Shifokorlardan. Ehtimoli yuqori, sababi bugungi kunda tibbiy xizmatlar, diagnostika, dorixonalar hammasi biznesga aylanib ulgurgan. Bank xodimlari. Ehtimoli pastroq deb hisoblayman, sababi ular jarayonni boshqarib o'rganishgan tizimli emas. Huquq tartibot xodimlari. Ehtimoli pastroq, sababi ular buyruq berish tizimida ishlaganligi uchun ular ko'proq ijrochi bo'lib qolgan. San'atkorlar. Ularda ijod bor, lekin tizimli tushunish, boshqarish kam. Ehtimoli past. Sportchilar. Ehtimoli yuqori, chunki ular intizomli, sabrli va maqsad sari intilib erishish uchun harakat qilishadi. Yana qaysi soha egalari qoldi? Izohlarda yozib qoldiring. Keyingi videolarda olib chiqamiz.